tagi tekisi yonu ailene zina bo'lgan. Tagi temirdan ustun qo'ymaganmiz. Tagi polni ochiq bo'ladi. 15 ga 30 bo'ldi, armaturani ham cho'tga qilib baquvvat qilib tashladik. 12 li 14 li armaturani tashlatganmiz Bekoboddan. Mana bu oyna bo'lar ekan, bunisi mana eshik. Eshik emas, oyna. Mana shu eshik bo'lar ekan, shunga mana aylana qilib chiqarib berdim. Chiroyli qilib sal kengroq ham bo'ladi. İşte yondagilar oyna bo'lar ekan, shunga mana bu joyni katta qilib odam o'tishga. Bu ham eshik. Mana zinani ikkinchi tarafi. 15 ga 30 dan mana ikki tarafi ham. Aylanasi ham o'ziga yarasha chiroyli bo'ldi. Bu zinani qo'yib berish kerak, shuni to'g'rilab berdi bu tarafini. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, o'zimiz murojaat qilaverasizlar. Cho'tga qilib beramiz.